8. Ümmetning tunji jamlanishi. Bu aslida hajning rasmiy boshlanganligining bishoratidir. Ma'nosi kenglarni, hajning qoidalarini Mendin o'gininglar degan. Muhammad alayhissalom hajda 3 xutba aytgan edi. Tunji xutbasini Zulhajjining 7 kuni Makkada peshin namozidan keyin Ka'bada bergan edi. Boshqa xutbalardan farqli holda biri diniy va yana biri siyosiy bo'lgan ikki xutbasini birlashtirib, birli xutba berish bilan tamomlagan edi. Aslida bu xutbasi hajning siyosiy tarafini ifodalagan olamshumul bir uqtirish edi. Bu tipdagi uqtirish bo'lsa, islom ummatining amirlari tarafidan beriladi yoki u tarafidan belgilangan vakil tarafidan elib beriladi. Halbuki hijratning 9-yilidagi hajdimi shundoq bo'lgan edi. Hijratning 8-yili Makka fatih qilindi. 9-yili payg'ambar alayhissalom Abu Bakr raziyallohu anhuni o'ziga vakolatan haj amrini uqtirishga avatgan edi. Hazrati Abu Bakr hajning siyosiy tarafini yaxshi o'rindash orqali hajning bir ummat kengishi bo'lish rolini yaxshi o'rindab, u yilqi hajning siyosiy jihatda ummatning cho'ng bir siyosiy kengishi bo'lish rolini o'rinlagan edi. 10-yili Rasululloh o'zi bevosita hajga rahbarlik qilish rolini ustiga elib, 3 o'rinda eng ko'p odam qetilishini qo'lga keltirilgan bir xutba so'zlagan edi. Zulhajjining 7-kuni Makkada, 9-kuni bo'lsa Arafatdagi Namra masjidida, Hayitning 2-kuniga to'g'ri keladigan Zulhajjining 11-kuni peshin namozidan keyin bo'lsa Minodagi Hayfa masjidida eng dangliq bo'lgan vidolashish xutbasini so'zlash orqali bu xutbalarning hammasining mazmunini jam qilgan edi. Bu xutbalarni Rasululloh va Rashid xalifalar ummatning diniy va siyosiy rahbarlari sifatida bergan edi. Hajni ummatning masalalarining bir taraf qilinadigan ummat kengishi qilgan dal mushu nabaviy an'ana edi. Bugungi kunda ummat rahbarsiz qilib qoldi. Bu ahvol hajning bir tarafini doim kamtuk qo'ymoqda. Shunlashqimi hajdan kutilgan ijtimoiy natija Qo'lga keltirilmayotidi. Ko'nglimiz shuni xohlaydiki, hech bo'lmasa musulmon xalqni boshqarayotganlar o'zaro birlik qursa. Bu birlikning navbatchi boshlig'i yo o'zi yoki vakili o'zini dunyoning egichaqsiz va yetim deb his qilayotgan ummatning Hojilarga boshliq bo'lsa, ularga olamshumul nishonlar ko'rsatsa, ularni his tuyg'u, tushuncha va harakat birligiga chaqiriq qilsa, Makkada har yili tutashgan madaniyat mash'ilini millionlagan mo'min ayollarning yurkiga o'rinlashtirib, o'zlari opridi bo'lgan tuproqlarga yetkazishiga to'hfa qo'shaligan bo'lsa, nima degan baland bo'ladi? Ko'nglimiz yana shuni xohlaydiki, ummatning qanovatgan yerlari haj mazgilida chiqarilgan o'rtaq qarorlar bilan tengilsa, dunyoning osh yurgan bolalari, to'ydirilsa, yalang'och bolalari kiyindirilsa, mazlumlarning yinida, zolimlarning qarshida 1,5 milliardlik bir g'oyat zo'r musulmon firqasining vakilligidagi hajda e'lon qilinsa, ko'nglimiz shuni xohlaydiki, ummatning ijtimoiy birligini tamsil qiladigan bir qo'l, haram masjidini to'ldirgan mahshiri qistongchilikning takbir nidolari bilan havoda shundoq bir qancha qitim qo'lini pulanglatsa, bu qo'lning tamsil qilgan kurashga millionlagan suyunish ilkida ko'z yoshlaridan
bir okean hadiya qilsa. Ko'ngil shuni xohlaydiki, islom ummatini tashkil qilgan xalqlarning rahbarlari kepanliklarini ustiga ortib boshqaryapman deb o'ylagan xalqlar bilan birlikda Allohning huzurida beshi ochiq, yalangoyoq holatda tursa, o'zining ojiz va past ekanligini, Allohning bo'lsa karam va ulug' ekanligini e'tirof qilishsa, boshqurganlar Allohning huzurida o'xshash sap va o'xshash kiyinishda, o'xshash nishon va g'oya uchun bir yerga to'plansa. Ko'ngil yana shuni xohlaydiki, payg'ambar alayhissalomning tilidan tarixning eng keng doirini o'z ichiga olgan va komil inson haqlari bayonnomasining o'qilgan bu tuproqlarda tajovuz qilingan haq huquqlar Topshirib berilsa, xaroblashtirilgan ko'ngillar, tuzitilsa, azor yegan ko'ngillar, suyundirilsa, azob uqubat chekkan insonlar, suyundirilsa, tafriqchiliklar yo'q qilinsa, ixtiloflar muzokara qilinsa, ko'ngil shuni xohlaydiki, musulmon olimlardan tarkib topgan ummatning o'rtaq ijtihod kengash palatasi har yili haj mavsumida bir yerga jam bo'lib, yangi masalalarga, yangi tadbir topsa, konu tadbirlarga, yangi savollar so'rasa, ummatning g'ayratini, himmatini, tirishchanligini, irponini ko'paytiradigan qarorlar chiqarilsa, islom jamiyatining yiqilgan tomlarini qo'parsa, inson va insoniyatning ezilgan g'ururlarini o'rnidan dast turg'izsa, ko'ngil shuni xohlaydiki, hajda muhabbatdan bir dunyoning uruqlari chechilsa, insonlar yuraklarida kelgan yerlariga bu sevgi uruqlarini to'shsa, har kishi yashayotgan tuproqni haramga aylantirishning hayojini bilan vatanlariga qaytsa, shundala har haj va hojim yer yuzi va hayotning hurmat va qimmatiga bir qatma qimmat qatgan bo'ladi.